vaqtimizga kelmas. Assalomu alaykum. Qadrli bizni Suzoq ayol hukumatining turg'unlari, aziz yurtdoshlar, mana bugun ajoyib kunda turibmiz, ajoyib moment. Mana ukamiz Ibrohimjon o'g'li Sudinga Suzoq aktivistlari tomonidan bugun ajoyib belek olib keldik. Bugun bu 3000 AQSh dollari turadigan, o'ziga xos, juda ko'p imkoniyatga ega bo'lgan, mana shunaqa maxsus chegaralangan insonlarga chiqarilgan harakatlanuvchi kalaska. Mashina topshirishlikni bugungi kunda mana ilin egalari, ayollar korpusidan oqsoqollar soti ilin egasi mana Muhammad Solih aka Begim Qulov turibdi. Sotsial tarmoq bo'lim boshlig'i Sobitqul aka, ayollar tarmog'idan ilin egalaridan Satoliyev Dilpuz opa, deputat Shahzoda opa, Rizashib, Rustam aka, Ahmarov, ana yosh deputatimiz, mahalla aktivlari, undan tashqari mana legendarli deputatimiz Umarbekov, Sherzodbek boshchiligidagi aktivistlarni o'zini tashabbusi bilan ashlarni o'zini mana aytgani qo'shgan hissasi asosida bugungi kunda mana shu yosh do'stimiz Ibrohimjon aka o'g'li Sudinga topshirishlikni loyiha deb ko'rdik. Nimaga aynan Sudinga? Chunki bu yosh bugungi kunda mana yosh do'stimiz chegaralangan holatda bo'lishi qaramasdan ilmga, o'qishga, o'zini hayotda yana ham bir mazmun topish uchun yordam bo'ladi degan umidda shu do'stimizni tanladik. Endi so'zni davomini oqsoqollar soti Begim Qulov Muhammad Solih akaga bersak. Rahmat. Mana bu xayriya qilinadigan ishlar dunyo va oxiratga savobi tegadigan yaxshi ishlarga mana qo'l uryapmiz. Xudo xolasa bundan buyog'i yurtimizning obodligi, mahallalarimizning obodligi, insonlarimizning yaxshi yashashligi, mana bunday bir chegaralangan farzandlarimizni o'qishga, mehnatga intilishi, mana shu jamoatchilikka qo'shilib chiroyli hayot kechirishlik uchun mana bu qo'ldan kelganicha xizmatni biz davom ettirishlikni maqsad qilib qo'yganmiz. Inshaalloh Xudo xolasa bundan buyog'i ham qo'limizdan kelganicha mana shu farzandlarimizga, boshqa bir birodarlarimizga qaysi tomondan meditsina tomonidan bo'ladimi, boshqa bir uy-joy tarmog'idan bo'ladimi, qo'ldan kelganicha xizmatni alaqadri hol davom ettirishlikni biz niyat qilganmiz. Mana shu kollektivimiz, deputatlar, boshqa bir xodimlarimiz bilan doimo eldi ichidamiz. Mana shu bizga bir loyiq ish bo'lsa, mahalladoshimiz, qarindoshimiz, qo'li qo'shnilarimiz, qaysi bir yechilmagan mana shunday sotsial mashtaka va mahallalardagi ishlar bo'lsa, murojaat qilsanglar, inshaalloh qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Alloh qabul qilsin mana shu insonlarimizni. Mana yana bitta yeri, mana shu berishlikda har xil gap bo'lib qolyapti, lekin shuni ochiqlab ketay dedim. Birargi narsalarda yashirin beriladi, ehson bu yaxshilik odamlar orasida. Birargi narsalarda oshkor beriladi. Alloh taolo bizga oshkor, yashirin ehson qilinglar degan, aynan bu oshkor qilinadigan o'rni, hamma narsani o'zini o'rnidan bo'lish kerak. Chunki bu odamlar jamiyat orasida yaratgan Tangri taoloning mehribon sifatini oralarimizda muhabbatni his qilish uchun ham oshkor qilinadigan mana shunaqa o'ziga yarasha ish chora deb bildik. Yana bir marta Sudin do'stimizga qulluq bo'lsin. Ayollar sizlar tomonidan bir ikki ovoz. Assalomu alaykum, rahmatli barakot. Birinchidan Alloh taologa shukrlar aytamiz, bizga shunday ulug' ne'matini berib qo'yibdi, shunday yaxshi insonlarning qadriga yetadigan, solih bir yaxshi ishni qiladigan. Ikkinchidan Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida ba'zi bandalarning yuziga qaragan hayo qilaman degan hadis qudusiy bor. Ular kimlar desa, shu chegaralangan qudratga ega bo'lolmay qolgan yaxshi insonlar. Bular hech qanday ayb nuqsonlarisiz Alloh taolo o'zining bir mehribonchiligini qilgan. Sizlarga Xudo xolasa qiyomat kunida biz havas qiladigan maqomlarda Alloh taolo beradi. Mana shu yaxshi ko'rganligini bir belgisi, mana sizni unutmang, qancha sizda qabollar bor. Sizga Alloh taolo shu ne'matni beryapti. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bizga ham hammamizga duo qiling. Amin. Rahmat. Qulluq olsin sizdan. Endi topshirishlikni mahalla aktivlar, Mahmud aka va aktivist do'stimiz Nosirjonlar topshirib qo'ysanglar. Instruksiyalarni tushuntirib, o'zing chiroyli qilib qo'ysang.
zmuśnili. Bonusek? Ha, yanlış açılar. Açılır gene ya. Ne gene televizyon. Abi sandıklarınız. Bu olsun. Yaxshi kunlarning ishlari. Yaxshi kunlar sifatida. Amin duo qilaman. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin ve akıbetil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evlâhi ecmaîn. Bulut günlerde turupuz, umumalarda turupuz, dualarımızı, ibadetlerimizi, tavbalarımızı kabul edin. Bu oğlumuzga, bu arvacan kutlu mübarek kılın, mana şu dinimizge, elimizge, yurtumuzga hizmet kılışlarını, okuşlarını devam ettirip, Gülşehir'de nasip kılın, hanadandan İslam çırağını öçürmeyin, halaldan rızk ata kılın, ötkenlerini rahmet kılıp, kagallarını birbirlerine muhabbatli bandelerinden kılın, hanadanga yaxşı kelirler, yaxşı keolarda ata kılın. Kalplarda oylagan yaxşı niyet maksatlarda hanadan sahiplerine nasip etkin. Allahümme gifir ve erhamdan tahirur rahimin. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evlâdi ecmaîn. Birahmetke ya Assalomu alaykum. Shu qilgan ishlarimiz uchun rahmat. Qolgan hammalarga Allohga rahmat deyman. Topganlariga baraka bersin. Tan jonini sog' qilsin. Amin. Shuni qatorida shu meni o'ylab qilganlarim ehsonlarni qabul qilgan bo'lsin. Amin. Barakalloh. Bundan keyin ham yine oldingi bolalarga ham shunaqa tez shunaqa yordam qilib harakatlarini qilib tursin. Barakalloh. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Allohga rahmat. Barakalloh. Amin. Allah